O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch tezkor xabar. Prezident yangi farmonni imzoladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Prezident ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha muhim topshiriqlar berdi. Kecha 1-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ekologik barqarorlikni, qish mavsumiga tayyorgarlik va yong'in xavfsizligiga masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi va unda havo sifatini yaxshilash masalasi ham ko'tarildi. Yig'ilishda ekologik barqarorlik, shu jumladan chiqindilarni qayta ishlash masalalari atroflicha ko'rib chiqilgan. Shuningdek, mutasaddilarning qishga tayyorgarlik yuzasidan hisobotlari tinglanggan. So'nggi kunlarda havoni ifloslantirilayotgan manbalarni aniqlash va ularni faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida axborot berilgan. Issiqxonalar, qurilish maydonlari, avtotransport vositalari va noqonuniy faoliyat yurituvchi obyektlar yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvlar, shahar bo'ylab ko'chalarni namlash, ariqlarni tozalash, favvoralarni ishga tushirish kabi barqarorlashtirish tadbirlarini shular jumlasidan. Prezident mazkur choralarni nafaqat poytaxtda, balki hududlarda ham tizimli davom ettirish, aniqlangan qonunbuzarliklarni tezkor bartaraf etish, havoga ta'sir ko'rsatuvchi barcha omillarni qat'iy nazorat ostiga olishni topshirgan. 2030-yilgacha maishiy chiqindi poligonlarini 50% ga qisqartirish belgilangan. So'nggi yillarda 47 ta poligon faoliyatini tugatilib, natijada 243 gektar yer tabiatga qaytarilgan, lekin hozirda ishlayotgan 132 ta poligonning aksariyati haligacha himoya devorlari, yashil belbog', suv ta'minoti va ekologik xavfsizlik inshootlari tashkil etilmaganini ko'rsatib o'tilgan.